Haqiqatan Allohga oxirat kuniga iymon etgan har bir mu'min va mu'mina chuqum Alloh taolaning va'da qilgan va'dalariga chuqum ishonish kerak. Va shundaqla Allah subhanahu va taoladan shu Allah ne'mat qilgan shu kunlar, shu mavsumlarni qadrlash uchun Allohdan tavfiq hidayat so'rash lozim bo'ladi. Chunki Alloh taolaning va'dasiga haqiqiy ishonmagan kishi, Alloh taolaning va'dasiga haqiqiy ishonmagan yoki ishonsimi Alloh taolo shunga muvaffaq qilmagan kishi shundoq afzal vaqtlarni qo'ldan birib qo'ydi birodar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana bu Allohning va'dasiga haqiqiy ishongan, xosatan mana bu Zulhijjaning avvalgi 10 kunisidagi fazilatlarga haqiqiy tasdiqlagan va shu tasdiqning namoyandasida yaxshi amallarni ko'paytgan kishilarni qilib qo'ysin. Bizni Allohning oyatlarini, Rasulullohning bishoratini anglab turib, lekin buni tasdiqlamaydigan na'uzubillah yoki tasdiqlagan bo'lsa, buni amaliy isbotlamaydigan, faqat anglab qo'yadigan munofiq sifatli kishilarni qilib qo'ysin birodar. Shuning uchun har bir mu'min chuqum Alloh taolaning kitobi, Allohning rasulining bir bishoratlarini olgan vaqtida yoki bir nasihatlarini olgan vaqtida chuqum amaliy harakat qilish lozim bo'ladi. Mu'min amaliy harakat qilish lozim bo'ladi birodar. Mana Arif kunisi 9-kunisi Yawmul Arafa oldimizga kelyapti birodar. Alloh taolo bizlarni Yawmul Arafaga yetkazib qo'ysin. Chunki ulamolar aytgandek, Ramazonning oxirida keladigan, oxir 10 kunga keladigan Qadr kechasi afzal bo'lgan bo'lsa, kunduzlarning ichida Arafat kunisi ham afzal hisoblanadi ulamolar shunday degan. Arafat kunisi Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmatini yog'diradigan, sansizlagan kishilarni do'zaxdan qutuldirib qo'yadigan bir kun birodarlar. Alloh taolo bizlarni shu Arafat kunisiga yetkazib qo'ysin. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu kun bilan qasam qildi. Val fajr va layalin ashr. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana bu 10 kunlik amalni boshqa vaqtlardagi jihatdan afzal qilib qo'ydi. Alloh taoladan so'raydik, Alloh subhanahu va taolo bizga hammamizga shunga tavfiq hidayat bersin. Shuning uchun biz oyatlarni anglab qo'yadigan, hadislarni anglab qo'yadigan, lekin yaxshi amalga oldirmaydigan, qalbi qatib ketgan kishilardan bo'lmasligimiz lozim. O'zimizdan bir hisob olish lozim. Alloh bir narsani va'da qilgan bo'lsa, bir ajr mukofotni va'da qilgan bo'lsa, angladik, darhol Alloh taolaning shu buyrug'ini bir toqat miqdori ozgina bo'lsa bir amal qilishga oldirishimiz lozim bo'ldi birodar. Qalblarimiz tashlab ketib ketmagan bo'lsa kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar biz taqqa nozil qilgan bo'lsak, xoshi'an mutasaddian min xashyatillah. Allohdan qo'rqqanlikdan, hatto tag'latdan ishda Allohdan qo'rqqanlikdan tashlab tushib ketgan bo'ladi biz tashlar. Allohning amriga bo'ysungan bo'ladi, yelib ketgan bo'ladi deb xabar bergan. Mana bu ayyamul ashr 10 kunda salih amalni ammatan ko'paytirishga Alloh hamimizga yordam bersin. Demak, oldimizda Yawmul Arafa kelyapti. Demak, kecha va kunduzlar nihoyat barakatli bo'lgan, Alloh taolo o'zining rahmatini yog'dirib o'tadigan mana shunday muborak kunlar oldimizga kelyapti. Mana bu juma kunisi alhamdulillah Yawmul Ashr 10 kunisidagi juma kunisi ham hassilab ajr bo'lgan jumaning fazilati va 10 kunning fazilati jamlangan bo'lganligi uchun boshqa jumadan afzal ekanligini ulamolar xabar bergan. Mana bugundan tortib ilgari o'tib ketgan bo'lsa, yana bir balda quchib Alloh taologa ko'p istig'for aytaylik. Ko'p zikr aytaylik. Allohdan so'raylik. Alloh taolo yo'lida ko'p yaxshi amalni ko'paytib olaylik. Ana Aisha radhiyallohu taala anha. Aishaning mu'minlarning onasi Aishaning bayon qiladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafa." Aisha radhiyallohu anha aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedi. Alloh subhanahu va taolo mana Arif kunisidanmi Yawm Arafa, Zulhijjaning 9-kunisi. Arif kunisidanmi Alloh taolo do'zaxdan bandini ozod qilishi ko'p bo'lgan bir kun yo'q. Ma min yawmin akthar min ay yu'tiqa Allahu fihi. Arifat kunisidanmi Alloh subhanahu va taolo bandilarni do'zaxdan eng ko'p ozod qilgan bir kun yo'q. Arifat kunisi Alloh subhanahu va taolo o'zining fazli rahmatini yog'diradi va jahannamga hukm qilingan gunoh ma'siyatlar sababli jahannamga haqq bo'lib qolgan shunday kishilarni Alloh taolo o'z fazli bilan jahannamdan qutulib qo'ydi. Hatto Arif kunisidan ko'p ozod qilgan kunlar yo'q edi payg'ambar alayhisalom. Bu hadisning davomida Rasululloh yana aytdi: "Va innahu la yadnus thumma yubahi bihimul malaika fa yaqul ma arada haula." Rawahu Muslim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Arifat kunisidan Alloh subhanahu va taolo bandalarni do'zaxdan ko'p ozod qilgan kun yo'q deb qo'ygandan keyin aytdi ekan, Alloh subhanahu va taolo o'ziga loyiq ravishda yiqilishidi. Musnad Abdurrazzaq rahmatullohi alayhining Musnad nomli hadis kitobida Ibn Umar radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taolo o'ziga loyiq ravishda o'xshish holatda dunyosini o'xshatib tafsirlagan. Qozi Iyod rahimahulloh bu Alloh yiqilishidi deganda o'zining rahmati va mag'firatini yiqilishidi degan bo'ldi.
Çünkü şeytan Arafat günüsü Allah'ın rahmetinin tushayotganligini ko'rib, şeytan qattiq ochilib tutdi. Şeytan qattiq bichara gap qiladi. Shuning uchun Alloh Qaziyaz rahimahulloh aytadi, Alloh yiqilishdi deganda o'zining rahmeti, mag'firatini yog'dirdi. Hattoki farishtalarga ko'z-ko'z qilib turdi. Summa yubahi bihimul malaika. Allah ularga rahmeti bilan yiqilishib, ularni maqtaydi. Ularni farishtalarga maqtab deydi-ki, bular nimani rozi qiladi? Ma arada haula Allah Taala Arafatga jug'ilishib olgan. Arafat kunisi Allah Taolaga yig'lab duo qilib atgan. Şu minglag'an, millionlag'an insonlarni, bandalarni, mu'minlarni farishtalarga maqtab turib, summa yubahi. Allah ular farishtalarga ko'z-ko'z qildi. O'z vaqtida odam yaratma men degan vaqtda, ey Allah, sen qon to'kadigan odamni yaratmasa deganingni ko'rdingmi bandalarimni? Meni ko'rmay turib, Allah Taolani ko'rmay turib, Allohga ibodat qilib atgan, yiroq-yiroqlardan, shu mashriq mag'riblardan Allah deb kelgan, mana bu haj kelgan, mana bu Arafatda duo qilib atgan bizlarni ko'rdingmi sizlar deb Allah maqtab turdi. Hatta deydi-ki, ma arada haula. Bu Arafat günüsü, Arafat taqqa jug'ilishib olgan, Allohga yig'lab atgan bu bandalar nimani rozi qiladi deydi. Boshqa hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhu bayon qildi. Allah Taala rahmetini tushirdi, mag'firatini tushirdi. Shayton qattiq ochilib tutdi, shayton qattiq bichoralat gap qiladi, g'azabini tutdi. Alloh subhanahu va taolo farishtalarga ko'z-ko'z qilib, "Ma bandim nimani rozi qiladi? Ular meni ko'rib baqqanmi? Agar meni ko'rgan bo'lsa, qanday tirishalik qiladi? Qaranglar bandalarimga, yiroq-yiroqlardan chashlar chang-tuzang bosgan. Çaşır çantuzan baskan alatda seferlerini besip, bana meni razıqımni razı qilib, mana hajga keldi. Ko'rdingmi bandalarim deb Alloh taolo farishtalarga maqtab turdi deb Abdurazzoq rahmatullohi alayhining Musnad nomli kitobida Ibn Umar radhiyallohu anhu shunday xabar bergan. Mana oldimizda Arafat kuni kiryapti birodar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu muborak kunga yetkazib qo'ysin. Badiyga o'xshash bizda bir hadis, bir oyatdan olgan vaqtda bir harakatlanish, amaliy harakat qilish lozim bo'ldi birodar. Anlab qo'yib, tavrimaydigan nasihatlar mendek kishi menskasi bo'lmaydi. Mu'min amaliy anlaganga amal qilgan kishi. Shunga sami'na va ata'na. Mu'minlarning sifati, ummati Muhammadning sifati Yahudlarga o'xshamaydi birodarlar. Yahudiylarning sifati sami'na va asayna bo'lgan birodar. Ummati Muhammadning sifati sami'na va ata'na. Shuning uchun Musa alayhisolatu vasallam hadislarda kelganga o'xshash Muhammad alayhisolamning ummatiga qo'shib orzu qilgan birodar. Oxir ummatlarning bishoratlarini, xabarlarini ko'rgan vaqtida, anglagan vaqtida, Tavratdagi shu bishoratni Musa alayhisolam bilgan vaqtida esit, men ummati Muhammadning ummatini bir ummat deb qasam kelib qolgan birodar. Nima ish qilgan? Chunki bu ummat Allohni ko'rmay turib, Alloh taolaning va'dasini tasdiqlab, o'zining jinini qurbon beradigan, Allohni ko'rmay turib sadaqatlarni ko'paytiradigan, Allohni ko'rmay turib afzal vaqtlarni qo'ldan bermaydigan, kishilarni munkardan to'sib ma'ruf bo'ladigan, yaxshi amallarga oldiradigan bir ummat. Kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Shuning uchun birodarlar, Alloh bizlarni Allohning har bir va'dasini tasdiqlashni bo'lsin birodarlar. Tasdiqlaydigan haqiqiy iymon va uni amaliy isbotlaydigan iymon keltirib deb qo'yish emas, amaliy isbotlaydigan haqiqiy iymon ato qilsin bizga Alloh subhanahu va taolo. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam hayır dua yevm Arafa. Duanın en yaxşisi Arafat günüsünün duası degan. Ravahu Tirmizi. İmam Tirmizi xatırıga gelirse Peygamber aleyhissalam duanın en yaxşisi Arafat günüsünün duası degan Peygamber aleyhissalatu vesselam. Shuning uchun Arafat günüsü Allah Taala farishtalarga maqtab turib atgan. Ashundaq bir kunlar kelishdan burun biz Allohga yiqilish olaylik birodar. Gunoh ma'siyatdan tövbe qilib olaylik. Allohning jannatining darvozasiga yiqilish olaylik birodar. Ümidki Allah subhanahu wa ta'ala şu günüste aldığımızı kelmekçi olan Arafat günüste Allah Taala bizi rahmetiga olgay. İnsan ayet qilma, o'gin qilma deb kichik turdi. Shaytonning vasvasasi bu. Ulamar aytgandek, ayet o'gin qilib olman qo deydi. Shayton sen cho'ng amallar qilib ketding, sen hijrat qilgan, sen mujohidsan. Voy bo'ldi sen sadaqat qilishing hojat yo'q. Sen mashlarga ishtimsan bo'ladi. Vasvas qildi birodar. Sen qilib olsan da yosh bo'lsan deydi. Lekin yoshlar ketib bo'ldi bu. Yoshlarga o'lim kelyapti-ku. Bir daqiqada 50 ming odam ketdi birodarlar. Kilayli Ramazan to'yi qilib olaman deyishi mumkin. Lekin kim vakil, kim kefil oldi kilayliga? Men taqa yosh deyishi mumkin. Mana shu ma'lum o'yatash mulkimiz katta-ku. Alloh shahidni qabul qilsin. Alloh taolo darsiga ko'tarib qo'ysin. Hayot bu jon amonat birodarlar. Alloh xalqqa vaqt oladi. Shuning uchun biz Allohning va'dalarini, ajr mukofotlik va'dalarini olgan vaqtimizda amaliy harakat qilgan oz bo'lsa ham bizda harakatchanlik bo'lish kerak. Ummati Muhammad Alloh qo'ygan emas, sami'na va ata'na degan kishilar birodarlar. Amaliy harakat qilgan kishilar. Alloh subhanahu va taolo har bir aral qandoshimizning ribatini Alloh qabul qilsin. Alloh hijratimizni Alloh qabul qilsin. Alloh ro'zg'orimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni allazina amanu va amilus solihat iymon etganlar
ve imanını hakiki hareketi bilen, emri bilen ispatlaganlar degan şu sifatga layık kişilerden koysun burada. Bugün biz her birimiz özümüzün bir hesap verişine ihtiyaclar. Yalnız oturup özümüzün bir hesap verişine ihtiyaclar. Zaten Allah'ın vaadileri, Allah'ın tehdit vaidleriga qanchalik amal qilyapmiz? Özümüzün bir hesap verishga ihtiyacı burada. Xuddi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytgandek, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sizlar Allah Taala seni o'lgandan keyin tirildirib, sizlarni hisob berishdan burun o'zingizlarni hisob bering. Shunda qilsangiz qiyomat kuni hisobing oson bo'ladi degan o'xshash. Yana Ibn Rajab rahmatullohi alayhi Allah subhanahu va taala shu kunida dozaqdan ozod qilib degan qoidasini tafsirlab sharhlab Ibn Rajab rahimahulloh aytadi. Bu Allah'ın azat qilib o'tishi dozaqdan Arafat kunisi. Men vaqafa bi Arafa va man lam yaqif. Arafatda to'xtagan kishilarga ham bo'ladi, Arafatda to'xtayolmagan bizga o'xshash kishilarga ham bo'ladi. Mana Ibn Hajar rahimahulloh, Ibn Rajab rahimahulloh Arafatda va hajga borgan va hajga borolmagan kishilarga ham bu va'da ish qashir degan bo'ladi. Min ahli amsar minal muslimin. Musulmonlardan bo'lgan, mel Arafatda to'xtagan bo'lsin, Arafatda chiqargan bo'lsin haj qilib, Arafatda borolmagan, to'xtayolmagan bo'lsin, başka şehirlerdeki Müslümanlar bo'lib qolsin, bu va'da hammamizga am degan. Ibn Rajab rahmatullohi alayh. Aytadikin, chunki deydi, shuning uchun Arafat kunisi 9-kunisi, 10-kunisi, Zulhajning 10-kunisi yana bu buyuk musulmonlarning bayram kunisi bo'ldi deydi. Chunki Arafatda to'xtagan yoki Arafatda to'xtayolmagan bizga o'xshagan har qanday Allohga ixlos qilib mana bu Arafat kunisini qadrlagan, Allohga tavba qilgan har qanday mu'minga Alloh taolo yu'tiqullah, Allah onu dozaqdan ozod qilib o'tadi degan bu va'da ishga oshdi. Sababi shuning uchun Alloh taolo Arafat kunisining aqslam yawmul hajjil araf, yawmul hajj akbar. Yana cho'ng haj kunisi deb atalgan Zulhajj Qurbon hayitining birinchi kunisini Alloh taolo keltirib qo'ydi. Bu buyuk musulmonlarning bayram kunisi. Shu dozaqdan qutulish kunisidan keyin ularga bayram bo'ladi degan Ibn Abdullah. Qarang, Yawmul Arafa Allah peshtaga maqtab turdi. Dozaqdan qutuldirib qo'ydi. Uningdan keyin kun bo'lsa musulmonlarning bayram kunisi. Demak, bu Arafatda to'xtay olgan, to'xtayanlarga kishilar deyishi mumkin. Voy biz Arafatga boramiz qo'ydi. Ammo Allah kimning nimani rozi qilayotganligi, kimning qanday ixlosdan tavba qilgan Allah bilib turdi. Shuning uchun Ibn Rajab rahmatullohi alayhi mana bu va'dani hamimizga oldi. Men shaydal mavsim minhum va man lam yashhad. Shu haj mavsumiga hozir bo'ladigan, hozir bo'lmaganlarga ham bo'ladi degan. Nishqat, ya'ni bu Yawmul Arafa Arafat kunisi mag'firat va dozaqdan qutulish, mana bu hammalarga bishorat deb shunday degan birodar. Mana buni Ibn Rajab rahmatullohi alayhining bu so'zini Lataiful Ma'arif degan kitobda xotirlangan. Yana Arafat kunisining 7 fazilatini o'lmal xotirlagan, shuni qisqacha so'zlab ketsak, 7 fazilat jig'inchiqlar o'lmalar. Birinchisi, allazi atamallohu fihi dinal islam. Alloh subhanahu va taolo Arafat kunisi islom dinini mukammal qilgan. Yana Arafat kunisi payg'ambar alayhisolatu vasallam şu Arafat günüse 100 minglagan sahabeler bilan oxirgi xo'shish hajini qilayotgan vaqtida payg'ambar alayhisolamga "El-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va radaytu lakum al-islam din." Ey Habibim Muhammadning ummatlari, ey Muhammadur Rasulullohning ummatlari, "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Bugun sizlarga diningni mukammal qilib berdim. Va atmamtu alaykum ni'mati. Ne'matini sizlarga tamomlab berdim. Va radaytu lakum al-islam. Mana Hazreti Muhammad aleyhissalatu vesselam sizlarga o'rgatgan va amaliy ko'rsatib qo'ygan, tatbiqlab bergan mana bu islom dini, Alloh rozi bo'lgan mana bu din, Alloh rozi bo'lgan din. Mushu bichi yashang. Hazreti Muhammad aleyhissalatu vesselam o'rgatgandek amal qilinglar, shunday yashanglar, shunday qilsan bo'linglar. Men islom dinini deb shunga rozi bo'ldim deb Alloh taolo shu Araf kunisida Alloh taolo dinni mukammal qilib bergan birodar. Ikkinchisi, mana bu kun ahadul ayyamil ashra allati yaqsamallohu biha. Alloh subhanahu va taolo yuqori degandek vel fajr ve layalin ashr. Subihi bilan qasam. Ba'zi ulamolar mishadiki vel fajrini Araf kunisida va subihi bilan qasam degan bo'ladi. Meni qanday bo'lsin va layalin ashr 10 kecha bilan qasam deganni mana 10 kechining qatorida Araf kunisi bor birodar. Demak bu Alloh qasam qilgan bir kun. Alloh qasam qildi degan gap o kunning sharafini bilinglar degan gap. Alloh hamimizga tavfiq bersin. Undan keyin 3-chi alohidagi siyamu arafa. Arafat kunisining ruhsi yukaffir sanatal madiyata va sanatal baqiya. Xuddi payg'ambar alayhisalom degandek, ilgariki bir yil va keyingi bir yillik gunohlar kafarat turadi. Albatta, ulamolar kichik gunohlar qaytlab qo'ygan. 4-chi alohidagi mana bu kun Alloh subhanahu va taolo bandalarni dozaqdan eng ko'p ozod qilgan bir kun. Bo'lgandek, kishilarning ichida qadr kechsa afzal bo'lgan bo'lsa, kunduzlarning ichida Arafat kunisi afzal degan bo'ladi. Mana Alloh taolo aksara yawmin yu'tiqullohu fihi ibadahu minan-nar. 5-chi alohidagi yaqulullohu tabarak va taolo Alloh taolo aytadi: "Ushhidukum ya malaikati." Ey farishtalar, sizlarni guvoh qilaman. Sizlarni guvoh qilib aytmankin, anni qad ghafartu lahum.
Sizlarni guvoch qilamanki, mana bu Arafat kunisi men ularni mag'firat qilyaptim dedi Alloh taolo. Qad g'affartu lahum. Alloh taolo mana bu ularni mag'firat qilyaptim degan mana bu bishoratlarga Alloh taolo bizga kuch qo'shib beradi. Allah bizda gunohkor, bizda Allohga shukr aytolmagan ojiz bandani Alloh subhanahu taolo mana bu Arafat kunisiga kuch qo'shib beradi. Va shundaqla Arafat kunisi chiqishdan burun subhanalloh bu oxirat kunlarda biz oxirat ummatlar ko'p g'aflat qoldi birodarlar. Ko'p Allohning nusratlaridan Alloh taolaning va'dalariga amal qilmadik birodarlar. Ko'p Alloh taolaning fazl rahmatidan mahrum qolib qoldik. Alloh qadrlashga buyurgan kunlarni qadrlamay qolib qoldik. Hech yaqinlashgan sira Arafat kunlari Alloh taolo farishtaga maqtab turadigan bir daqiqalarda biz o'zimizni bozorda ko'ramiz birodar. Oylab bilib bo'lmagan hechqar Arafat kunisi yig'ilib qoladi. Hattoki kechalari ati hetning tayyorligida aldirash, shang'salishlar bilan ayollar subhanalloh Arafat kunisi kiyimlar bilan aldirash, undan keyin Arafatning fazilatini mahrum qilamiz birodar. Farishtalar maqtab farishtalarga ko'z qilayotgan Arafat kun ahli duo qilayotgan, Allohga yig'layotgan, Alloh taolo qaralma bandalarimga ularni mag'firat qilyaptim degan kishilarning qatorida bo'lishimiz uchun biz mushuk kunlarni qadrlash lozim bo'ladi. Buni anglab qo'yish emas, amaliy tatbiqlash lozim bo'ladi. Allah bizni g'aflatdan qilmasin. Shuning uchun qiyomat kunisi ashabun nar va ashabul janna, ashabun dazat ahli bilan jannatda barobar bo'lmaydi. La yastavi ashabun nar va ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Hayotini qadrlagan, xosatan Alloh taolaning ne'matlarini qadrlagan, mana bu fursatlarni qadrlagan, Allohga chin tasdiqlagan, Allohning va'di savobini tasdiqlagan, amaliy Alloh uchun ko'mak turib, yaxshi amallarni qilib olgan mana bunlar jannat ahli humul faizun. Ular muvaffaqiyat erishadi. Alloh bizni shunday qo'shib beradi. 6-fazilati uningda duo ijobat qilinadi. Ad-duo mustajab fi. Arafat kunisi duo ijobat. Bizning Allohga so'yadigan nurli oyatimiz bor birodarlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisini qarasak, payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohdan jiq narsani so'rgan. Xos duo qilgan, am duo qilgan. Hattoki payg'ambar alayhisolam Allohumma aslih li dini va dunyoyi. Hatta payg'ambar alayhisolam ey Alloh mening dinimni, dunyomni isloh qil deb Rasululloh so'rgan birodarlar. Rasululloh istiqomat so'rgan, Rasululloh rizq so'rgan, Rasululloh amr so'rgan yana. Ofiyat so'rgan, xotirjamlik so'rgan, yana amr so'rgan payg'ambar alayhisolatu vasallam. Bir qulning o'zining Robbiga bo'lgan haqiqiy qulchilikning namoyandasi duoda eksist bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam bir banda Alloh taolaga qo'lni ko'tarib ya Rob deb duo qilib qolsa Alloh quruq qaytmaydi degan payg'ambar alayhisolatu Alloh hayo qildi degan birodar. Bir qulning, bir bandaning Allohga bo'lgan qulchiligining namoyandasi Allohga iltijo qilib turish. Hatto Alloh taolaga duo qilishga Alloh g'azab qiladi. O'zining haqovlik qilgan, o'zini unutgan, o'zining ojizligini Allohga to'kib turmagan bandaga Alloh g'azab qiladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam, hatto Ibrohim alayhisolatu vasallam İbrahim Aleyhisselam Kabe'ni bina qilib qishni qo'yotdi. O'g'li İsmail Aleyhisselatü Vesselam toshni kelib turibdi. İsmail İbrahim Aleyhisselam deb duo qilib turadi. Qatishni qilyotdi birodar. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam hayot oxiri qanday duo qildi birodar? Robbi tawaffani muslima va alhiqni bis solihin. Ey Robbim shuncha ishlarni qildim. Hijrat qildim, turmularda yotdim. Payg'ambarlik vazifasini ado qilaman deb javob tortdim. Lekin mana bu oxir hayotimda Robbi tawaffani muslima va alhiqni bis solihin. Ey Rabbim tavaffani muslima. Meni mu'minlar to'pata qilsin ya Alloh. Meni musulmonlarga yetkazgin ya Alloh. Meni solihlarga qo'shib qo'yin ya Alloh. Mana birodarlar, payg'ambarlar qaranglar. Payg'ambarlar qaranglar. Mana duo ijobat bo'lgan vaqtlarni qo'ldan bermagan. Hattoki ikki qo'lni ko'tarib duo qilsa Alloh hayo qiladi, quruq qaytmaydi degan payg'ambar alayhisalom. Mana bizni duo qilganlar ketib qoldi birodarlar. Namozga kelib juchikdimiz. Zikr tasbihlarni unutib qolyapmiz. Xosatan qo'limizni ko'tarib duo qilish yo'qolib ketdi birodarlar. Ikki qo'lni ko'tarib duo qilish bid'at degan bir gap chiqdi. Amaliyotda ulamolar aytgandek payg'ambar alayhisalom sahobalarning davrida ikki qo'lni ko'tarib namozdan keyin, farz namozdan keyin duo qilish odat bo'lgan emas. Shu ulamolar buni bid'at degan. Lekin bir qism ulamolar durust degan yana. Har holda qo'lni ko'tarib duo qilish haqida 100 dan ortiq ma'naviy mutawatir hadis kelgan. Namozga doq ko'tarmagan, boshqa vaqtda ko'tarmagan, yana qo'lni ko'tarib ya Alloh degan vaqt unutib ketdi birodarlar. Bizning ota-onamiz sahar qo'pib, bunda bir qo'pib, suriyasini tabarak o'qib, hech bo'lmaganda yarim soat duo qilgan birodar. Duo qilib, bizning bidoyatimizni duo qilgan, bizga suflat qo'ygan, bizni olim bo'lasiz bola, mujohid bo'lasiz duo qilgan bu otamizning duosini barakatimiz birodar. Alloh taolamizga rahmat qilsin. Alloh shu mazlum qavmimizga otamizga Alloh rahmat qilsin. Alloh ularni hayot bo'lib qolsin, mana bu fazilatdan mahrum qilib qo'ymasin. Allah ularni jannatga qo'ysin birodar. Biz o'zimiz, ayol bolalarimiz, hattoki
kelgusi avlodlarimizning hidoyati, mustahkamligi, baxt saodati, jannat uchun duo qilishga ehtiyojli. Qo'limizni ko'tarib Allohga yig'lashga ehtiyojli. Alloh taolo bizlarga mana bu haqiqiy Alloh taologa qo'shilib sifatlagan haqiqiy kamtar, jannatga loyiq bo'lgan qo'shib beradi. Shuning uchun bu kunni duo ijobat. 7-fazilatda afdalu duo fi Arafat kunisiga eng afzal duo la ilaha illalloh vahdahu la sharika la. Ya'ni Allohning vahdaniyati, Allohning yakkan ekanligini e'tirof qilib turib, la ilaha illalloh, Allohdan boshqa osmon zaminda hech qanday iloh yo'q. Osmon va zaminni Alloh yaratgan, Alloh rizq beradi, Alloh o'tiradi. Shunday ekan, Allohdan boshqa hech qanday ma'bud yo'q, qulchilik qilishga loyiq bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Haqiqiy ma'bud, haqiqiy ulug'lanishga, qulchilik qilishga haqli bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo. La ilaha illalloh vahdahu la sharika la. Uning hech qanday shirk yo'q, yakkan Alloh taolo degan Allohni maqtaydigan tavhid, xosatan Allohning tavhid uluhiyat. Mana bu shahodat kalimasini tahlil, takbir, tahmid, subhanalloh shunday kunlarni, shunday kishilarni qandoshimiz ko'ryapmiz. Shunda biz bulab qolyapmiz yana. O'sha vaqtda takbirlar chiqyapti atroflarda. Shunda afzal vaqtlar kelyapti, lekin takbirlar aytilmayotgan. Qo'shildigan vaqtlar kiradi, qo'shilmayotgan. Yig'laydigan vaqtda yig'lamayotgan yana. Yig'laydigan vaqtda yig'laverish, yig'laydigan odam bo'lish lozim. Arafat kunisi yig'lab Allohga istig'for qilgan kun bo'lgan bo'lsa, yawmul hajjil ashr 10-chi kunisi desa, xushallik kunisi birodar. Bayram kunisi. Shu oyat kiradi. Va tukabbirulloh ala ma hadakum. Allah hidayet qilganlik uchun Allohni ulug'lab takbir aytinglar birodarlar. Va tukabbirulloh, takbir aytish yo'q. Hattoki Imom Buxoriy munbarga chiqib o'quvchi bir xil uxlab qolayotgan. Subhanalloh. Arafat kunisi kechsa 12 kungacha o'yan tomosha bozorda yurimiz, yomil istig'for tihi yo'q. 10-chi kunisi takbir aytadigan kunlarda, hatto o'rmani takbir ishki bo'lgan. Mutlaq takbir, muqayyat takbir. Mutlaq takbir Zulhajjining 10-chi kun, mana Zulhajja oyi ko'rgandan boshlab toki Imom Buxoriy bu chiqish aytirdi. Namozning oldi keyinda aytirdi, yo'lda maqach aytirdi, o'ylarida aytirdi, lekin takbirlar qani bo'ladi. Qani bu sunnatdan aytib turadi. Buni kim tirildir? O'tandagi Turkiston, o'tandagi turmudagi tirildan buni aytmani? Yo'q, biz tirilishimiz kerak. Eng muhim, ayt kunlarda ulug' takbirlarni aytish kerak. Nomus qilgan narsa emas bu. Kishilar naqshma aytib-o'tdi-ku, jahiliyat naslarini. Kishilar naqshma aytdi-ku. Allohni ulug'lash nomus qilandi. Takbir bo'lsa, takbir Allohu akbar, Allohu akbar. Hatta hech kim uxlab qolayotgan edi. Bir takbir aytib, Allohga subhanahu deb qo'lamayotgan. Subhanalloh. Ya birodarlar, biz Alloh va'da qilgan va'da vaqtlarini qadrlash lozim. Xushallikda xushal bo'laydigan, musibat kelib qolsa yig'lar. Subhanalloh, payg'ambar alayhisalom o'g'li Ibrohim vafot vaqtida Rasulullohning kuni yaxshi chiqqan birodarlar, alayhisolatu vasallam. Sahobalar ya Rasululloh yig'lam ya Rasululloh. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'zlar yosh to'kdi. Qalblar g'amgin chiqdi. Ey Ibrohim, ey o'g'lim Ibrohim, biz Alloh rozi bo'lgan gap boshqa qilmaymiz. Rasululloh yig'lagan. Bir şey o'lab qolsa yig'lashda yo'q, tasallikda yo'q, ta'ziyatda yo'q. Bir telefonda ahvol so'rashda yo'q. Subhanalloh. Bir kimga musibat keldimi, ahvol silahimlar qani bir muhabbatlar qani. Qo'shigan vaqtda bir to'y turkumlarda bir havud ishtaqi yo'qib ketgan. Subhanalloh. To'y turkum bo'lib qolsa, uyiga tomoq ushlayotgan. Islom mukammal din birodarlar. Islom mukammal din. Xuddi jihad, ribot, masjidlar, silahimlar, qulun bosh hamma haqqi bor. Tushundingmi? Shuning uchun birodarlar, demak cho'g'an narsa hech ko'rib takbir ulug' aytmaydi. Xosatan mana bu kunlarda boshlaydi. Shunga qarasanglar axira buqa qo'ya bo'lmaydi takbirlarni. Takbir aytalish lozim. Biz demak cho'g'an narsa ben chiqib ko'rgan narsa bu. Shuning uchun burlarda ozroq bir ta'sirlik nasihat olib qolsa takbir to'lab bola o'tirolmay qoladi. Biz bir xil turg'un suvda kirib yo kulanmaydi, yo yig'lamaydi, yo unday emas. Allohning bergan ne'matiga xushlanib takbir aytish ibodat. Allohimiz shunga muvaffaq bo'lsin. Shuning uchun oxirida payg'ambar alayhisolatu vasallam Arafat kunisining ro'zasi yukafasatal madiy val baqiya. Muslimlar hadisida payg'ambar alayhisolam Arafat kunisining ro'zasi ilgiriki va keyingi 2 yillik gunoh kafarat bo'ldi degan. Albatta kichik gunohlar deydi bunlar. Alloh taolo hamimizni mana bu nasihatlardan manfaatdor qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni haqiqiy iymon etgan, iymonning taqozosiga yashagan, Alloh taologa uchrashgan shu daqiqalarda Alloh rozi bo'lgan holatda Alloh mag'firat qilib o'tgan rahmatini tushirgan holatda Alloh taologa uchrashgan bo'lsin birodar. Alloh taolo ribatimizni qabul qilsin. Allah cihatimizni qabul qilsin. Mana bu afzal vaqtlarda Turkistonda ro'zlamayotgan, ibodat qilmayotgan, turmalarda Allohni eslamayotgan minglab ustozlarimiz, akillarimiz, singillarimiz Allohni va Allohga saydiq qilmayotgan shu minglab asl qardoshlar Alloh taolo o'z rahmat qilsin birodarlar. Alloh ularning shu xorliq, shu zulmdan mana bu islomiy ummatda qasdan bizdan Alloh taolo amaliy bir qutulishga Alloh shu sabab qo'ysin birodarlar. Va Alloh ularga rahmat qilsin, ularning gunohlarini kechirim qilsin. Alloh subhanahu va taolo ota-onamizga rahmat qilsin. Ve qasatan Allah icad qilgan, muhacir bo'lgan, g'arib bo'lgan, mana bizga o'xshagan kishilarga Alloh taolo o'zi rahmat qilsin. Alloh bizni Arafat kunisining fazilatlaridan Alloh mahrum qilmasin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni shu Arafat kunisi deb ishdan burun mag'firat qilgan holatda Alloh taolo kechirim qilayotgan bo'ladi degan kishilar qatorida chiqimiz qo'shib birodarlar. Istag'far aytaman.